Do'stlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Juda ham ajoyib vaziyat bo'lib qoldi. O'tgan safar botib qolganimni videosini qo'yuvdim. O'sha klientlarga keldim. Qandaydir hozir ko'rsataman. Yana botib qoldim-da. Haligi tupik. Qaranglar. Hali o'zbek Largusda kelgan o'zbek bratanlar, tojikistonlik o'zbeklar ham tojikcha ham gapiryapti, o'zbekcha ham. Короче, aytdi, yaqinroq kelib bering aka, dedi. Tushirib olay, dedi. O'zi ekan u bola bugun. Tushirib olay oson bo'lsin dedi. Ha, bo'pti deb kelaverdim. Endi hozir kimdan xafa bo'lishni ham bilmayman. Tovarini tars tushirdi-da, mashinasiga o'tirib bo'pti ham demasdan ketib bordi. Keyin men ham sekin mashinamga o'tirib zadniga solsam yurmaydi-da. Endi Gazel shunaqa mashina ekan-da, tekis joyda ham buxsavat qilib qolaver ekan. Hozir gaz bossam yana o'ngga qarab ketyapti. Endi nima qilishni ham bilmayman. Hozir telefon qilsam, hali boshlig'iga, zakazchikka, zakaz qilgan odamga aytayapti, sen tushirib yuborishing kerak edi, tushirib yuborishmabsan, shunga xafa bo'libdi, qaytib kelmas ekan, hali bola qaytib kelib yordam berib yuborsa, chiqa olmayapman desam, qaytmas ekan, qaytib kelmas ekan deydi. Endi bu manaqa joyda odam ham yo'q, mana yarim soatdan beri o'tiribman. Mashina ham odam ham yo'q. Bir og'iz aytmadi tushirib yuboring deb, aytganda tushirib yuborardim. Desam, o'zing dogadatsiya qilishing kerak edi, tushirib yuborish kerakligini deydi. Endi aslida u bizning vazifamizga kirmaydi-da. Tushirib yuborish. Chunki misol qiladigan bo'lsam, bir kunda 10 ta 1 tonnalikdan 10 ta zakaz olib boradigan bo'lsam, 10 tonna yukni men besplatno o'zim tushirib yubora olmayman-da. Men biz grushchik ishlayman, grushchiksiz ishlayman. Shuning uchun endi hayronman. O'zi yaqinroq kelib bering degan uchun men tupikka yaxshi tozalanmagan yo'lga menga keluvdim. Hayronman endi, odamlar o'zgarib ketganmi yo men noto'g'ri chiqib qo'ydimmi, tushunmayapman-da. Nima deysizlar?